Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston milliy terma jamoasi 28-may kuni navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'iniga kirishadi. Jamoa 29-maydan boshlab yig'inni Birlashgan Arab Amirliklarida davom ettiradi. Vakillarimiz Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasida 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi safarda o'yin o'tkazsa, 10-iyun kuni Bunyodkor stadionida Qatarni qabul qiladi. Bosh murabbiy Temur Kapadze tomonidan yig'inga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxati bilan tanishing. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Fulat, Eron; Abduvohid Ne'matov, Nasaf; Botirali Ergashev, Neftchi. Himoyachilar: Rustam Ashurmatov, Rubin, Rossiya; Abdulla Abdullayev, Paxtakor; Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya; Umar Eshmurodov, Nasaf; Islom To'xtaxo'jayev, OKMK; Husniddin Aliqulov, Rize Sport, Turkiya; Hojiakbar Alijonov, Paxtakor; Sherzod Nasrullayev, Nasaf; Farruh Sayfiyev, Neftchi. Yarim himoyachilar: Odil Hamrobekov, Bunyodkor; Abbos Fayzullayev, CSKA, Rossiya; Jamshid Iskanderov, Neftchi; Jaloliddin Masharipov, Istiqlol, Eron; Oston O'runov, Persepolis, Eron; Otabek Shukurov, Al-Fayha, Saudiya Arabistoni; Abdurauf Bo'riyev, Paxtakor; Akmal Mazgavoy, Nasaf; Ruslan Jiyanov, Navbahor; Hojimat Erkinov, Al-Vahda, Birlashgan Arab Amirliklari; Azizbek Turg'unboyev, Sivasspor, Turkiya. Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Roma, Italiya; Igor Sergeyev, Paxtakor;